Assalomu alaykum hurmatli Real Gap 90 Hasanboy Baltayev kuzatuvchilar, obunachilar. Mana bu malimizni bir oy bo'ldi. 7-avgustda. Aprel. 7-aprelda operatsiya qildik. Mana bu malimizni hozirgi ahvoli yaxshi. Endi ba'zi bebayat yo'q shundan. Asta-asta xudo xolasa o'zgarish bor. Endi bu malning balasi şu vaqtda balasi var edi. Balasi 9 oyga to'lmagan edi. Ertasi kun tug'di bu. Tug'gandan keyin balasi 3 kun 4 kun yashadi. Bir kun yashadi. Bir kun yashab, ular ertaroq tug'ildi balasi. Keyin o'ldi. Lekin malimizning o'zi yaxshi buni, yaxshi ahvolda. Buni hozir mendan qo'rqib qolgan bu. Odam kelsa deydi, endi shokka tushdi-da, bu stressga. Lekin mana hozir ham men qo'llarni yeyotirman. Bu odamdan qo'rqib qolganda bu ichimdan yonilar og'andagi stressga tushgan. Xullas malimiz ancha yaxshi mana. O'zgarish bor. Shu vaqtgacha bu parhezda bo'lgan. Hozir endi mana asta o'tlarga qarayotir. Xullas, endi shu vaqtgacha yaxshi bo'lib keldi. Xudo xolasa bu yandan yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi obunachilar yaqin malimiz odam kelsa yemaydigan. Shuning uchun mana bu yoqdan asta aralashib borib ko'ramiz. Ana. Meni ko'rdi yana. Aylantirib ketmişler ha. Ya bo'ldi mana xudo xolasa bu malimiz. Buni operatsiya etgan ichidan yeb chiqqan mal shu mana. Buni operatsiya joyi o'zi bitib qolgan. Xudo xolasa bu azroq tursinmi? Olamiz. Mana o'zi qo'rqib qolgan buni, bizlardan qo'rqdi bu. Stressda bu. Qana nodisinde obunachilar sizni ko'rsatmay qo'ying-a. Yaxshimi? Mal. O'zi tezaklayotir. Hozir biza bo'lganlardan stressda turibdi-da bu mal. Seni ko'rsin deb chiqyaptimi? Ha, mana o'zi talab istaklarga binoan davay tasha. Xullas yeb turibdi, ichib turibdi. To'g'ri, unda zo'r emas, lekin xudo xolasa yaxshi. O'zgarish bor. Operatsiyadan keyin 4 lechina qildik buni. Bo'ldi, joningiz, molingiz omon bo'lsin.